Shoshmang. Gapingizni tugating endi. Zot oliylar haqida nima demoqchisiz? Umid qilamanki, Hazrat oliylarga bu juda yoqadi. To'g'rimi? U meni masxara qilyaptimi hozir? Kechirasiz, kech qoldik. Mana keldik biz. Bugun mening bosh oshpaz sifatida tayyorlaydigan birinchi qirollik taomim bo'ladi. Iltimos, ko'rsatmalarimga amal qiling. Avval siz. Hammangiz quloq soling. Janob Yun, xush kelibsiz. Menda yomon xabar bor. Hazrat oliylari Jahongvonda xuruji tutib qoldi va shunchaki o'z xonasiga bekinib oldi. Kechirasiz. Ularning hali ham xuruji bormi? Hozir ancha tinchlanganga o'xshaydi, lekin ular o'ta sezgir holatda o'z xonalariga ketishdi. Bugungi ovqatga kim xizmat qilgan bo'lsa, o'sha o'ladi. Hammasini 2 yoki 3 martalab tekshiring. Hammasini xo'pmi? Xo'p bo'ladi, janob Yun. Zot oliylarning tutqanog'i bormi? Ha, agar shunday vaziyatlarda Ovqatimni kim zaharladi? stoldagi barcha kosalarni uloqtirib, quyushqondan chiqib ketadilar. Ba'zan titrab nimanidir eshitganlarini aytadilar. Biz esa qo'rquvdan muzlab qolamiz. Saroydagi hamma bu holatdan qo'rqadi. Va faqatgina kanizakang ularni ovuta olardi. Endi nima qilmoqchisiz? Bu odatda oddiy holat. To'g'ri, zolimning hislatlari va g'alati xatti-harakatlari yaralangan qalbning alomatlari bo'lishi mumkin. Onasining taxtdan ag'darilishi bilan bog'liqmikan? Bugun kechki taomga zot oliylarni yaxshilaydigan taomlar pishiramiz. Bunga ishonchingiz komilmi? Ishonchim komil emas. Lekin men bu kunda ham omon qolish uchun bor kuchimni beraman. Men uni ko'ryapman. Ular chiqyapti. Yaxshi. Hammasi yaxshi ishlayaptimi? Hammangiz o'lishni xohlayapsizmi? Sizlarni o'z qo'lim bilan o'ldiraman. Janob oliylari, kechki ovqatingiz tayyor bo'ldi. Hammangiz bu yerdan keting. Ovqatingizni nima qilaylik? O'ldirishimni xohlayapsizmi? Meni takrorlashga majbur qilmang. Xo'p bo'ladi. Sen shoshma. Sochingdagi ko'k lenti sen bosh oshpaz ekanligingni anglatib turadi. Ay, tamom bo'ldim. Xo'p, zot oliylari. Sen shu yerda qolasan. Xo'sh. Bu safar nima tayyorlab kelding?